Ben oylayman ki bugün şu aramızda nurlar oturdu. Şu saylashda qatnashgan nurgun bizning aqllarimiz ilmimiz oturdu. Mana bir yil bo'lsa Shaylik madaniyat markaziga 35 yilni qo'ylayapmiz. Ben oylayman ki uzun vaqt hani imzalamaydi kinoda her işte Shaylik madaniyat markaziga 5-da Uyg'ur teatrida cho'ng yig'in bo'lgan shu yig'inda birinchi bizniki rais bo'lib saylagan Turg'at To'xtamov bo'lgan ekan. Birinchi o'zimiz kino chiqaramiz, film chiqaramiz degan o'y bor edi. Buni biz kirgan vaqt o'zimizning planga. Yani ikkinchisi zaman yaxshi bilsizlar, 35 yilda ishlagan vakilanlikning amgini, qilgan ishlarini ko'rsatib o'zini jurnalga chiqardi. Mana jurnalni amalga oshirganlarimizni ko'ryapsizlar. Endi men o'ylaymanki, shularni hammasini amalga oshirdik. Amalga oshirganda kim bilan bizniki parallelizmda yigit boshlar xonadonlarda shularni yordamlarida o'sha ishlarni hammasini olib qo'ydik. Gezimizin namıdan ve köpülgen bizim 20 yılın bulgurçumuzun namıdan bizim milli medeniyetimizin merkezi olan Almut Şehirlik Uygur Etno Medeniyet Merkezi'nin toyu bilen tebriklerimiz. Yaşlar orun beriş gelecekten uşaklarımızın işini yaşlar davamlaştı diyen tilekini bildirmek için toy mübarek olsun. Prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayev millet medeniyeti halk hayatının ayniga deb aytgan. Şu halkımızın medeniyetini, tilini saqlab qolishga, uni rivojlantirishga, urf-odatlarini yosh avlodga o'rgatishga